Biz Avstriyadamiz. Avstriya suvlari mana ko'rib turganlaringdek ko'plab video qilyapti. Men ham shu borada bir video qilay. 3 tagina oldim Avstriya suvi. Avstriya suvi haqida nima deyman bo'ladi? Avstriya tog'lar suvida tog'lardan keladi. Avstriya suvi buloq suvidan toza, yaxshi Avstriya suvlari. Buni birodalarimiz Avstriyada qatnab yurgan birodalarimiz biladi Avstriya suvini qanday yaxshiligini. Avstriya suvlari avtobanlarda o'tganlaringda, Avstriyaga kirganlaringda bu Avstriyada trassalarda olsangiz bo'ladi birodarlar. Avstriya suvlari o'ziga yarasha juda toza, yaxshi. Mana bosib tursalaring Avstriya suvi oqadi. Mana birodarlar, men 3 tagina Avstriya suvidan oldim. Bir hafta 10 kunga yetadi Avstriya suvi nasib bo'lsa inshaalloh. Mana bu yerda Avstriya kanallari bor. Mana tog'lar, Avstriya Alp tog'lari mana birodarlar. Mana bu Avstriyaning trassasi. Mana bu yerda Avstriyada mana shu har doim hamma joylarda Avstriyada tualet, dushlar qilingan Avstriyada. Hammasi bomba lekin birodarlar Avstriyada. Avstriyada mana shu yaxshi lekin. Mana bobomiz avstriyalik bobomiz yugurib ketyapti. Avstriyalik bobomiz tanjoni sog' bo'lsin, gap yo'q. Avstriyalik bobomiz. Mana shu Avstriyada birodarlar kim kelmagan bo'lsa inshaalloh niyatiga yetsin birodarlar. Avstriya yomon emas, yaxshi Avstriya suvlari. Har doim hamma kirganda Avstriya suvlaridan oladi. Avstriya suv tozaligini biladi. Shuning uchun qolgan davlatning suvlariga qaraganda Avstriya suvi tozaligi uchun Avstriya suvidan ko'proq hamma ichadi. Primotsiz bo'ladi, krandan ham boshqasidan. Shuning uchun olamiz birodarlar. Qolgan davlatning suvlariga qaraganda Avstriya suvi toza bo'lgani uchun qolgan davlatning suvlarini faqat ovqatga qaynatib yoki ichsangiz bo'ladi. Yesangiz va ichsangiz bo'ladi. Yana Avstriya suvi toza, qarochi. Tushuntiradigan umiddaman. Avstriya. Salomat bo'lasizlar.